Hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan bugungi kunda aholini uzluksiz tabiiy va suyultirilgan gaz bilan ta'minlashda bir qancha amaliy ishlarga qo'l urilmoqda. Bu esa hududlarda zangori olovni bir me'yorda bo'lishini ta'minlashga xizmat qilyapti. Ayni bu boradagi ishlarni amalga oshirishda hududga Samarqand gaz ta'minoti filialining hududlarda faoliyat olib borayotgan usta chilangarlarning o'rni katta albatta. Ishchi xodimlarning malakasini oshirish va ularni tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minotidagi yangiliklardan boxabar qilish maqsadida hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali mehnatni muhofaza qilish, ekologiya va sanoat xavfsizligi bo'limi tomonidan usta chilangarlar uchun 3 kunlik malaka oshirish mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Xususan, Pastdarg'om tuman gaz ta'minoti bo'limida o'tkazilgan navbatdagi mashg'ulotlarda tizimdagi yangiliklar, joriy etilgan yangi texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha filial mutasaddilari tomonidan ma'lumotlar berildi. O'tkazilayotgan ushbu amaliy mashg'ulotlar viloyatimizning barcha hududlarida davom etib, bu orqali usta chilangarlarning malakasini oshirilishi rejalashtirilgan.